Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tuzumizlar hammanglar kuninglar yaxshi o'tdimi? Xonadoninglar tinchmi? Bolajonlaringlar yaxshimi? Ro'zalar bilan charchamang. Bugun mana ro'zani 8-kuni, ya'ni iftorga tayyorgarlik qizlarjonlar. Charchamayapsizlarmi o'zinglar uy ishlari bilan, pishir-kuydirlar bilan, qizlar ro'zalar bilan. Mana bismillah deb iftorga tayyorgarliklarni boshlab yubordim qizlar. Bugun iftorga bizanikida osh. Bugun payshanba kuni mazali, shirin qilib osh qilay dedim bugun. Sizlar bilan birgalikda ujinga bugun osh tayyorlaymiz qizlar. Mana yog'larim qizib turibdi. Hozir betga ozgina zig'ir yog'idan ham qo'shaman. Hamma narsamni tayyorlab olganman. Qizil sariq sabzlarim, bitta dona chesnok qo'shaman, ozgina no'xat, go'sht va piyoz. Qani bo'lmasa, bismillah deb birma-ketin qovurishni boshlaymiz. Bismillah. Zig'ir yog'i qo'shamiz mana qizlar. Ozgina zig'ir yog'i ham qo'shaman har safar. Shu zig'ir yog'li osh biram yoqdi deymanga qizlar. Bilmasam og'zimga yoqdi. Biram mazali. Yeganingizda yoqimli rasa. Shundan Samarqandcha osh qilamanmi? Toshkentcha osh qilamanmi? Har safar qo'shaman qizlar. Osh yana ham mazali chiqadi. Qilmaganlar bir qilib ko'ringlar. Mana piyozlarimni qip-qizil qilib qovurib oldim. Endi bismillah deb go'shtlarni solaymiz. Buni bilasizlar, men suvga tashlayman oxirida. Sabzilarni sovolamiz mana qizlar. Qizil sariq sabzilar. Bismillah. Osham tez pishadi. Kattasida bo'ladigan ovqat o'sha. Mana bir-ikki qovurib olamiz. Sabzilar sal tirikroq bo'lishi kerak. Ana qovurib o'lib ham qolishi kerak emas. Bir-ikki qovurib keyin suvini quyamiz qizlar. Qovurib oldim qizlar, mana 1-2 qaranglar. 1 litrda suv. Mana shu idishim o'lchovi 1 litrda. Suvini quyib olamiz bismillah deb.
inshaalloh chiroyli osh bo'lib, mazali osh bo'lib chiqadi. Dumbalarni endi solaman chesnokka ham. Tuzlarini solib oldim. Endi ustiga zira sepamiz. Qizlar, oshimiz zirvega pishib oldi. Dumbalarni chiqarib olamiz. Guruch solamiz. Tegirma ko'taramiz. Guruchimni yuvib olganman. Bismillah deb guruchlarni solib olamiz. Men o'tmay qilaman. Og'zimizni ochib oldik. Og'zimni ochdim, og'zimni. Tuzlarini ko'rdim, tuzlari zo'r. Salatlarimni qilib qo'ydim orada qizlar. Hozir endi tuzlarini solib zapravka qilib olaman. Mana hozir bunga ozgina suv qo'shamiz. Suvi kam. Choynakda suvim qaynab turibdi mana. Suv qo'shib olamiz. Ko'k choyli qo'yib qo'ydim bu yoqda. Bunu 15 minutda guruchlari ham pishib chiqadi. Og'zinglarni yaxshi ochib oldinglarmi qizlar? Hozir shu holatda guruch yetiltirib olamiz. Oldi orqalarini o'girib qizlar. Mana qizlarjonlar, oshlarim bu yoqda hozir guruchli suvini tortguncha, bu yoqda mana salatlarim qilib qo'yganman men. Boya oshim pishayotganda, zirvega pishayotganda salatlarni tayyor qilib qo'yganman, hali tuzlarini solmagandim. Mana hozir zapravka qilib tuzlarini solib olamiz. Mana qaranglar, bu yoqda ko'p to'g'ralgan bitta katta turib. Ko'rdinglar? Turib to'g'raganman. Kashnich, ukrop, ko'kat, mana bir qoshiq paprika qizili va bitta qatiq bilan anaqa nima edi oti? Suzma. Suzma. Mana hozir endi aralashtirib olamiz. Bir qilib ko'ringlar, osh yondi shunaqa zo'r ketadi qizlar. Mana qizlarjonlar, turibli qatiqli salatimiz tayyor. Chiroyli qilib idishimizga solamiz. Osh yonida bilasizlar, qatiqli salat zo'r ketadi. Ko'ringlar, sizlarga ham albatta yoqadi. Qani yeb ko'ring. Zo'r desa. Bu yoqda chuchuk qildim ozgina, tuzlarini sepib. Buni aralashtirib qo'yamiz.
Bodring qo'shmadim. Oshxonada shunaqa achuchi xo'jayinim yaxshi ko'radi. Biz bolalar bodringlar qo'shilgan yaxshi ko'ramiz. Bodringsiz pomidor bilan piyozni o'zini qilgan deydilar har safar. Bolalar bodring deb turishadi. Majbur qo'shaman. Bu safar mana qo'shmadim. Mana salatlarim tayyor oshxonada qizlarjonlar qalampirlar bilan. Damashli kompotlar ochdim. Endi oshimizga qaraymiz, kelinglar. Mana qizlar guruchim yetildi, qaranglar. Pishar-pishmas holatda ko'rdinglar, mana chiroyli qilib suv qo'shdim ozgina. O'sha ozgina qo'shgan suvim bilan yetiltirib oldim. Endi damlaymiz. Xo'jayinim ham hozir ishdan keldilar, qatras. Yechinib, pishqurlarni yuvib chiqquncha osham pishadi qizlar. Issiq yeydilar. Sırası yapıyoruz. Şimdi mılayımızı 15 minutlarda, 10 minutlarda daha pişip çıkardı. Tegini pes ettiramiz. Oshimiz pishdi qizlar. Suzamiz endi bismillah. Qaranglar. To'kilib turibdi. Men xohlagandek. Ustidan birlik olib beramiz. Ziralarini aralashtirib yubordik. Sadece savzalıydı, уже fakat sayısı mı? Hop. Böyle çıktı. Güzel sarı sarı yog'likkina bo'lib, uncha yog'siz osh, uncha menga yog'likkina osh yoqadi. Qaltirab turib. Endi suzamiz. Sadiyaga solib bering. Sadiya ham oldim. Oqidan yerdi, hozir sabzili yeyapti qizim. Bismillah. Oshimiz pishdi qizlar. Mana suzib oldim. Go'shtlarini to'g'rab, mana hammaga suzdim. Stolimiz tayyor. Kelinglar iftor stoliga. Billa og'iz ochib iftorlik qilamiz qizlarjonlar. Mana bugungi bizani iftor stolimiz. Kelinglar. Yoqimli ishtaha.
Videoyimni shu yerda tugataman qizlarjonlar. Hammanglar sog' omon bo'linglar. Hammanglarga ro'zani 8-kuni muborak bo'lsin. Hammanglar sog' omon bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Xayr.